Xo'p, qaranglar. Apology letter bu uzr so'rash xati. Xo'p, qaranglar. Biror inson yoki tashkilot qilgan noto'g'ri ishi uchun kechirim so'rash yoki xatosini tuzatish uchun samimiy istagi borligini bildirish uchun yoziladigan xat. Xo'p, qaranglar, bu apology letter o'sha kechirim so'rash uchun yoziladi. Xo'p, har xil narsalar uchun kechirim so'rash mumkin. Rasmiy tarzda esa qaranglar, late payment nima degani? Kech qolgan to'lov. Yaxshi. Shipping deydi. Ship nima? Yetkazib tashib berishda, tashimoq. Mana aynan yetkazib berishda kechikish yoki error, xatolik. Qaranglar, poor or inadequate service. Yomon xizmat uchun yoki missing an appointment. Nimadir uchrashuvda, qaysidir uchrashuvdan o'tkazib yuborish yoki qolib ketish. Bad news to employees. Yomon yangilik uchun o'zining ishchilarida masalan nimadir bo'lgan bo'lsa, yomon holat bo'lgan bo'lsa, o'shaning uchun qaranglar. Endi apology degan ulardan qaranglar, sorryni o'zi asl ma'nosi afsusdalik edi aytishda. Ya'ni faqat kechirim so'rash emas, bu afsusdaman, men shunaqa bo'lganidan deb aytish mumkin. Xo'p, demak, apologize for damaged property. Ya'ni nima degani? Zararlangan mulk. Masalan, nimadir yomon bo'lib qolsa, o'shandan ham afsusdaligini masalan tasavvur qilinglar, kimnidir eng kerakli narsasi sinib qoldi yoki buzilib qoldi. O'sha narsasi uchun afsusdaligini aytish uchun ham yozilar ekan bu. Xo'p, endi qaranglar, missed dinner party, ya'ni kechki ovqatni qolib ketishda, ya'ni o'tkazib yuborish, kimdir taklif qilgan, lekin sizlar bormayapsizlar. Qaranglar, mana siz aytdingizki, siz do'stingizda mana kechki ovqat partisida qatnashasiz, ammo deyapti, mana borishni xohlaysiz, ammo hozir bora olmaysizda, bormadingiz. Mana bu men boraman deb va'da berib qo'ygansizlar, lekin bora olmagansiz, o'shaning uchun uzr so'raysizlar. Yoki qaranglar, bu norasmiyda bunaqa bo'ladi. Endi rasmiyda muhim uchrashuvdan qolib ketish yoki majlisdan qolib ketish. Qaranglar, menejerga yozasiz, bu yerda majlis, demak, o'sha qatnashmaganligi uchun uzr so'raysizlar yoki nima uchun qatnashmaganligi, umuman bu yerda to'liqroq ko'rib qo'yasiz. Endi bizning vazifa. Yuqoridagi ikkita xat topshirig'i bo'yicha bizning vazifamiz quyidagilardan iborat. Biz tufayli boshqaga noqulaylik yetganini, uni xafa qilib qo'yganimizni tan olishimiz kerak. Bu hodisa nega, qanday bo'lganligini tushuntirib, barchasini o'z zimmamizga olishimiz kerak. Xatolikni tuzatish uchun aniq choralarni keltirib o'tishimiz kerak. Qaranglar, nima degani? Oxirida har doim sizlar o'zlaringiz xatolaringni yuvib berishlaring kerak-da. Masalan, tasavvur qilinglar, men dinner partiga dinner partiga bora olmadilaring, uning uchun nima? Men o'zim dinner party tashkil qilaman yoki boshqa biror kun o'taman deb boshqa yechim topishlaring kerak. Uzr uchun uzr sifatida nima qila olasizlar? Tushunarli-ya? Mana shu narsani qilishlaring kerak. Endi yozayotgan xatning hamma joyi bir xil uslubda bo'lishi kerak. Ya'ni rasmiy bo'lsa hamma tomon rasmiy, norasmiy bo'lsa hamma tomon norasmiy. Shuni aytyapti. Xo'p, endi qarang, less formal degani bu norasmiyga yaqinroq, more formal bu rasmiyga yaqinroq. Endi I apologize for missing your party. Ya'ni sizning partingizdan qolib ketganim uchun uzr so'rayman. Yoki I regret. Nima degan regret? Regret afsusda degan, afsuslanmoq degani regret. Yozib qo'yasizlar regretni. Afsuslanmoq. Men afsusdaman, men buni qila olmaganimdan deyapti. Please accept my apology. Nima degani? Qabul qil, iltimos deyapti. Endi I am sorry I wasn't able to come. Afsusdaman, men o'sha bora olmaganimdan. Endi qaranglar, sog' bo'l. Xo'p, qaranglar. Endi bu yerda apology. Bitta pmda apology. Xo'p, qaranglar. Birinchi o'rinda har doimgidek introduction. Qaranglar, bunda introductionda endi dersir olmadan bo'lmaydi odatda-da, ko'pincha. Birinchi greeting,
Hop, greeting. Qaranglar. Dear deymiz. Plus Mr. Qaranglar, rasmiy bo'lsa Mr. yoki Mrs. ishlatasizlar. Keyin esa name. Keyin agar sizlarga yaqin bo'ladigan bo'lsa, norasmiy yozmoqchi bo'lsanglar, dear plus name da. Qaranglar, bo'lishi mumkin. Uzr so'rash uchun, masalan, boya aytdik-ku, har xil holat bo'lib qolishi mumkin-da. Tanimaydigan odamimizga ham, masalan, qaranglar, biz nimadir yetkazib beruvchimiz, dasturchiligimiz, o'sha dasturchilik bo'lib turib, kimdirga nimadirni vaqtida yetkazib bera olmadim yoki xato yetkazib qo'ydim, tanimayman u odamni. deya so'rarmadan deb yozaman o'sha payt. Tushunarli-a? Yoki qaranglar, men tasavvur qilinglar, tokka pul to'lashim kerak, lekin kechib ketdi. Men kimga yozishni bilmayman, tanimayman tokkagilarni. O'shaning uchun dear sir or madam deb yozishim mumkin. O'shaning uchun bu yerda dear sir or madam deb ham yozishim mumkin ekan. Xo'p, endi introduction da har doimgidek reason, purpose, ya'ni sabab va maqsadlar yoziladi. I am writing yoki I am writing deb yozsa bo'ladi, qaranglar. Yoki bu yerda berganman. I am writing to apologize for deb boshlasangiz bo'ladi. Mana bu yerda berib ketgan. Xo'p, bu yerda I am writing pastga yozib ketaveraman. I am writing to apologize for men nimadir uchun yoki nimadir bo'lgani uchun uzr so'ramoqchiman. Mana bu narsalar qo'shib qo'yinglar. I feel terrible about what happened. Ya'ni men o'sha sodir bo'lgan narsadan afsusdaman. Qaranglar. For desada nuqta qo'yasizlar. Mana bu yerda I feel, mana bu umumiy qilib yodlab olsanglar bo'ladi. I feel terrible about what happened. Hey, tushuninglar. And I understand how much I affect. Shunaqa? It must have. Sizga qanday ta'sir? It must have affected you. Senga qanday ta'sir qilgan bo'lishini bilaman deyapti-da, tushunaman deyapti. Xo'p. Men o'zimni yomon his qilyapman bundan. Xo'p, qaranglar. Mana buni I am writing to apologize for deb turib, qaranglar. Plus noun yoki gerund ishlatsanglar bo'ladi-da. Lekin mana bundan keyin I apologize that deb ishlatsanglar bo'ladi. Qaranglar, plus sentence ishlatsanglar bo'ladi. Ya'ni gap, ya'ni qaranglar. Mana bu birinchi for bilan misol keltiraman. Masalan, for not coming to your party. Ya'ni sen partingga kelmaganing uchun uzr. Bu yerda qaranglar, gerundi degani ing fe'lida, eslanglar bo'lsa. Xo'p, endi men z bilan beraman. Qaranglar. I am writing to apologize that I couldn't attend your party. Ya'ni sen partingda qatnasha olmaganing uchun uzr so'rash uchun yozyapman. Mana bu yerda gap. Xo'p, mana buni qoraga alohida olib qo'yamiz. Va tagida misollar bilan. Xo'p, endi xo'p, qaranglar. Keyin main body one bo'ladi, qaranglar. Bunda asosan qaranglar, bunda aynan apologize bo'ladi. Uzr so'raylar, so'raysizlar bunda. Apologize. Xo'p, aynan uzr, keyin esa qaranglar, ba'zan sabablar keladi. Nima uchun shunaqa qilding? Masalan, nima uchun xo'p, yo'q, bu yerda qaranglar, explain how you feel. Ba'zan mana shunaqalar keladi-da, ya'ni o'zlaringni qanday his qilayotganlaringni aytib berishingiz mumkin. Bundan
mana shunaqa holatlar uchun ishlatiladi. Main body ko'pincha endi bu 100%lik qoida emas endi. Ya'ni har doim shunaqa demaymiz. Bilasizlar, bu main body'larni o'zini rubrikasiga qarab yozadilar. To'g'rimi? Bullet pointda nima yozilsa o'shani yozardik-da. Xo'p. Main body to'da qaranglar, bu yerda asosan nima uchun qatnashmaganliklaringni yozasizlar. Bu yerda reason sabablarni tushuntirsanglar bo'ladi. Ya'ni nima uchun shunaqa qilib qo'ydilar. Endi vaziyatga qarab har xil o'zgarib turadi-da. Men umumiy qilib yozib ketyapman. Xo'p, main body 3 da esa bu suggest something suggest something to hop, nimadir taklif qilishlaring kerak-da. Hop, suggest something to apologize. Ya'ni uzr so'rash uchun nimadir taklif qilish kerak. Ya'ni kel mana shunaqa qilaylik yoki ko'pinchada endi har doim emas. Yana aytyapman, o'sha o'zini bullet pointlariga qarab yoziladi. O'shaning uchun qaranglar. Mana bularni shunchaki o'chiraman, shunchaki sizlarga tushuntirib olish uchun yozdim. Umumiy holatda mana shunaqa. Endi birinchi o'rinda hozir biz hop, qaranglar. Birinchi o'rinda demak greeting bo'ladi. Har doimgidek keyingi paragrafimiz introduction bo'ladi va mana bu main body bular 2, 3, 4-paragraflar bo'ladi. 3, 4, 5 mi? Ha, bo'ldi. Demak. Va 6 bo'ladi. Ha. Hop, conclusion ha. O'sha closing remark o'sha qaranglar. Bunda conclusionda nima qilasizlar? Qaranglar. Hope to forgive you. Ya'ni sizlar umid qilasizlar kechiradi deb. Ya'ni umid qilamanki kechirasizlar deb yozasizlar. Yoki I hope, qaranglar, umid qilamanki vaziyatni tushunasan deb yozamiz. Mana shunaqa. Hozir bu yerda berganman. Propose solution va request forgiveness. Close chapter. Qaranglar, mana bunaqalar bilan tugatsanglar bo'ladi-da. Yana bir marta men juda ham afsusdaman, shunaqa qatnasha olmaganimdan. Mana shunaqa uzr so'rab yozasizlar-da. Xullas, masalan, mana bunday yozsalaring, I hope you will understand my situation. Umid qilamanki meni holatimni tushunasan. Okay. Situation. Hop. Demak, yoki again I sincerely sorry. Mana bularni I am sincerely sorry. Hop, mana bu yerda keyin mana bundan keyin yozsanglar bo'ladi. Thank you. Mana bu yerda yozib qo'yibdi. For your time and consideration. Mana shunaqa qilib tugatib qo'ysalaring bo'ladi. Bunda I look forward to degan narsani ishlatmaganlaring ma'qul-da. Bu apology bo'ladir. Ya'ni bunda javobingizni kutaman degan narsa emas-da bunda. Yoki sizdan tezroq xabar kutaman degan narsa yo'q-da bu yerda. O'shaning uchun qaranglar. Mana bunday desa bo'ladi. Boyagi yechim taklif qilasizlar-ku. Keyin mana uzrni evaziga seni masalan kafega birga boramiz. Aytsalaring bo'ladi. I look forward to your answer yoki answer for my suggest yoki offer. Ya'ni men taklifimga javobingizni kutaman deb aytsa bo'ladi. Endi ko'proq mana bunaqa qilib tugatgan ma'qulroq. Endi va oxirida ending
7. Demak, demak, yours sensorli bo'ladi. Agar ko'p holatda yours sensorli bo'lib tugaydi bu. Xo'p. We know the bo'ladi u holatda. Qaranglar. Lekin iloji boricha yours bilan yozgan ma'qulroq. Sensorli desa ham bo'ladi. Xo'p. Chiziqcha u ma'qul emas lekin. We don't know the name. Xo'p. Best wishes informalda best wishes ma'qulroq. Ko'pincha best wishes deb tugatida bo'ladi. Xo'p. Bundan bo'ldi.